Xabarni masofalarga yetkazish uchun insoniyat asrlar davomida tinimsiz izlandi. Telegraf simlari va operatorlar esa dunyoni bog'lovchi ilk ko'prikni yaratdi. Bugungi kunda kichik qurilmani cho'ntakdan chiqarib, dunyoning narigi chekkasi bilan bir soniyada bog'lanish mumkin. Bundan oldin xabarni jo'natish yoki yuk portga yetganini aniqlash uchun kunlab charchagan otliqni kutishga, tutun belgilarini izlashga yoki kabutarga tayanib qolishga majbur bo'lar edingiz. Masofa devoridagi ilk yoriq Samuel Morse va uning elektr telegrafi bilan boshlandi. Ilk bor axborot mis simlar bo'ylab chaqmoq tezligida, kodlangan nuqta va chiziqlar orqali harakatlana boshladi. Telegraf kodlari maxsus texnik markazlarga yetib borib, dunyoning turli qismlarini bir-biriga bog'ladi. Innocenzo Manzetta telefon g'oyasini ilgari surdi. Ortidan Antonio Meucci va Yagan reys ovoz uzatuvchi qurilmalarni yaratishdi. Telegrafning kodli davridan ovozli aloqaga o'tish boshlandi va garchi boshqa ixtirochilar ham o'z hissalarini qo'shgan bo'lsa-da. Alexander Bell telefonning rasmiy ixtirochi sifatida patent oldi. O'sha yili 10-martda Bell o'zining qurilmasida ilk muvaffaqiyatli qo'ng'iroqni amalga oshirdi. Mr. Bell. Mr. Bell. 1880-yillarda telefonlar uylarga kirib keldi va devorga mahkamlanadigan yirik yog'och qutilar ko'rinishidagi dastlabki mashi apparatlar ommalasha boshladi. 20-asr stollar ustiga qo'yiladigan va raqam terish uchun mexanik diskli telefonlar bilan boshlandi. Biroq biz hamon simlar yordamida uyga zanjirband edik. 1940-yillarda ilk bor binolardan tashqarida foydalaniladigan avtomobillarga o'rnatiladigan og'ir va hajmli radiotelefonlar paydo bo'ldi. Bu cheklov birinchi avlod uyali aloqa tarmoqlari bilan parchalandi. Martin Cooper ilk ommaviy uyali aloqa qo'ng'irog'ini amalga oshirdi. Bu kashfiyot keyinchalik ilk tijoriy birinchi avlod uyali telefonlar davriga yo'l ochdi. 90-yillar ikkinchi avlod telefonlarning raqamli sehrini olib keldi. Analog to'lqinlardan raqamli signallarga o'tish orqali ovozlar tiniqlashdi, tarmoqlar himoyalandi va ixcham Nokia telefonlari orqali SMS xabar yuborish davri boshlandi. Biz endi shunchaki gaplashmasdan yozisha ham boshladik. 2007-yilda Steve Jobs taqdim etgan ilk iPhone internet, musiqa va aloqani yagona qurilmaga jamladi. Sensor boshqaruvi hamda multitouch texnologiyasi oddiy telefonni cho'ntagimizdagi qudratli kompyuterga aylantirib, butun insoniyatning raqamli hayot tarzini butunlay o'zgartirib yubordi. Keyinchalik 4G smartfonlar va HD streamingni taqdim etdi. Bugungi 5G tarmoqlari esa 0 kechikish va gigabitlik tezlikni olib keldi.